Namanganda yirik yong'in yuz berdi. Mas'uliyati cheklangan jamiyatda yuz bergan hodisa oqibatida binoni shift tom qismidan 90 kvadrat metr maydoni yonib zararlangan. Tan jarohati olish holati aniqlanmagan. Yaponiyada qishki bo'ron qurbonlari soni 30 kishiga yetdi. Bu mamlakatdagi so'nggi 40 yil ichida kuzatilgan eng katta qor yog'ish hodisasi deb hisoblanmoqda. Rossiyadagi hibsxonada teraktning oldi olindi. Gumonlanuvchilar koloniyani yoqib yuborish, so'ng ma'muriyat binosiga borib, u yerdagilarni ham o'ldirishni rejalashtirganini ma'lum qilgan. Qashqadaryoda yo'l-patrul xizmati mashinasi yonib ketdi. Yong'in oqibatida hech kim jarohat olmagan. Hozirda mas'ullar tomonidan xizmat tekshiruvi olib borilmoqda. Toshkent viloyatida Cobalt va Malibu to'qnashishi oqibatida yuk mashinasi ag'darilib ketdi. Ikki yengil mashina ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Ularga urilish xavfi ortidan Maz avtomobili haydovchisi rulni keskin burgan va ag'darilgan. Misrda bir necha bino yer ostiga o'pirilib tushdi. Hodisa yoqilg'i quyish shoxobchasi yaqinida sodir bo'lgan. O'pirilishga qo'shni hududda olib borilgan qurilish ishlari sabab bo'lgani aytilmoqda. Har kuni sizdan yashirilayotgan voqealar bor. Ularni bilishga tayyormisiz? Unda Telegram kanalimizga ulaning. Havola profil shapkasida.